Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimizga kelganingizga yana bir marta rahmat aytaman. Hozirgi prezentatsiya menimcha hamma tadbirlarning vaqtida, hamma tadbirlarda sponsorskiy blok bo'ladi. Sponsorskiy blok u shunchaki bizning mahsulotlarimiz to'g'risida aytadigan moment, shu moment keldi, kechirasizlar. Undan oldin juda qiziq keyslarni, juda qiziq tajribalar to'g'risida eshitgansizlar. Hozir faqat bank to'g'risida eshitasizlar. Lekin balki kimdirga qiziq bo'ladi. Chunki bundoq olib qarasanglar, har bir biznesning bir nechta hamkori bor. Biznes kim bilan ishlaydi? Buxgalter bilan ishlaydi, yurist bilan ishlaydi, bank bilan ishlaydi. Keyin sohasiga qarab boshqa hamkorlar ham paydo bo'ladi, lekin bank biznes bilan birga ishlaydigan asosiy hamkorlardan biri. To'g'rimi? Menimcha hammanglar kimni bankda hisobi bor? Agar biznesingiz bo'lsa, shu hisobingiz bo'lsa kerak. Borasizlarmi bankka? Yaxshi ko'rasizlarmi bankinglarni? Yaxshi, bitta odam qo'l ko'tardi. Sizlarga o'zi bank kerakmi? Kimga bu xonada bank kerak? Nimaga bank kerak? Ishlash uchun demak, qanaqadir narsalarni shu bank bo'lmasa sizlar qila olmaysizlar. Pulinglar qimirlamaydi bitta joydan boshqa joyga. Lekin aslida tadbirkorlarga qarasanglar, tadbirkorlarga bank kerak emas. Agar ertaga bank bo'lmasa-da, shu ishinglar o'zi bitib ketganida, menimcha hamma chapay chalib xursand bo'lib ketardi. Chunki aslida tadbirkorlarga bank kerak emas. Tadbirkorlarning vazifalari bor. Bir xil vazifalar обязательно налоговыйga borish bilan bog'liq. Bir xil vazifalar albatta bankka borish bilan bog'liq. U vazifalar. Aslida bank bugun tadbirkorlarga nima yaxshilik beryapti? Kredit berishi mumkin. Biz shu narsa to'g'risida juda ko'p o'ylaganmiz. Biznes bilan gaplashganmiz va mana shu gapni rostdan biznesdan eshitganmiz. Ilojim bo'lganda shu bankka bormasdim degan gapni. Chunki hozir iloji bo'lmagandan tadbirkorlar bankka borishadi. Bank esa o'zini tadbirkorlarning hayotidagi eng muhim bir institutsiya deb tutadi. Shu to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Biz o'yladik, bitta xulosaga keldik. Bu to'g'ri emas. Chunki bank o'zini joyini shu tadbirkorlarning hayotida o'zini rolini juda yaxshi tushunish kerak. Bizning rolimiz tadbirkorlarni boshini og'ritish emas, vaqtini olib ketish emas, undan komissiya olish emas, bilmayman, qanaqadir otчетlarni talab qilish emas. Bankka vazifasi biznesga yordam berish. Bankka bitta vazifasi u biznes ishini iloji boricha tez yuritish. Biz shu narsani tushunganimizdan keyin bank xizmatlarimizga boshqacha qarashni boshladik. Chunki biz juda yaxshi o'ylashimiz kerak. Bizning tadbirkorlarimizga hozir mana shu zahoti nima kerak bo'lishi mumkin? Misol uchun bilamiz, bankda bank kuni degan narsa bor. Shu soat 5 da misol uchun bir xillarda cho'ziladi, cho'zilmaydi, shu to'lovlar yopiladi. Bank kuni tugashi bilan hech narsa qila olmaysizlar. Kechki payt kimdir telefon qilib, to'lovinglar o'tmagan ekan deb telefon qilishdi, va kechirasizlar, ertaga faqat shu bilan shug'ullanamiz deb javob berishadi. Yoki voy ertaga shanba, yakshanba hech kim tekshirib bera olmaydi ham, qarab bera olmaydi ham, hech narsa javob bera olmaydi degan narsalarga keldik. Bu tadbirkorlarga to'g'ri kelmaydi. Tadbirkor biznesi kim biznesini to'xtatib qo'yadi shanba, yakshanba kuni? Shunaqa baxtli odamlar bormi shu xonada? Bo'lmasa kerak, chunki biznes 24/7 soat ishlaydi. Agar sizlarga mijoz kechki payt telefon qilsa, shanba, yakshanba telefon qilsa, sizlar majbursizlar unga gapirish, yo'q hozir biz sizlarga xizmat ko'rsata olmaymiz, dushanba kuni shu bank ochilishi bilan tekshirib pulni o'tkazib yuboramiz.
shu biznesga to'g'ri kelmaydi, u biznes uchun qilingan narsa emas. Sizlar hozir o'tiribsizlar-da, bankka ishini o'ylab o'tiribsizlar. Qo'y qanaqa qilib bank ish rejasiga men o'zimni harakatlarimni to'g'ri qilay deb. U noto'g'ri narsa. Chunki bizning bankimiz 24 ga 7 ishlaydi. Bizning vazifamiz butun komandani, bugun men bu yerda turibman, aslida juda katta komanda bor. Butun komandaning vazifasi bank to'lovlaringlar qachon sizlarga to'lov kerak bo'lganda shu to'lov o'tish kerak. Biz shuni ustidan ishlaymiz. Ko'p holatlarda, почти hamma holatlarda shunaqa bo'ladi. Qaysidir holatda shunaqa bo'lmasa, biz kompaniyamizda isterika boshlaymiz. Nega shu mijozimizning to'lovi momentum o'tib ketmadi? Nima qilishimiz kerak, nima o'zgartirishimiz kerak, yangi balki proses qilishimiz kerak yoki boshqacha yondashuv qilishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak, чтобы to'lovlarimiz 24 ga 7 o'tishi uchun. Chunki bu bizning yondashuvimiz, bu bizning sizlarning oldingizda mas'uliyatimiz. Sizlar bizning ishimizni o'ylashinglar kerak emas. Biz sizlarning ishinglarni o'ylamaymiz-ku. Biz sizlarga sotishga yordam bermaymiz, mijoz topishga yordam bermaymiz. Bu ham noto'g'ri, balki yordam berishimiz kerak, lekin biz shu ish qilmaymiz. Sizlar o'zingizlarning tashvishlaringiz bilan yurasizlar. Shunga bizning tashvishlarimiz bank soatimi, ish soatimi, filialni ochuvmi, yopuvmi, bu sizlarni umuman qiziqtirish kerak emas. Boshqa narsa, u ham juda qiziq narsa. Kartoteka degan so'zini kim biladi? Yaxshi ko'rsanglar kerak. Shu biz bitta qiziq narsani ko'rib qoldik. Biznesda bizning bazamizda bilyapman-ku 10% ga yaqin hamma bizneslarimiz har kuni kartoteka bilan kartoteka blokiga tushib qolishadi. Va ko'pincha sizlar bankdan shu ma'lumotni olmaysizlar. Kartoteka bo'lgandan. To'lovni qilishni boshlaganingizda kartoteka ekanligini tushunasizlar, keyin shu to'lov o'tmaydi, qanaqadir muammolar chiqadi. Bu ham noto'g'ri narsa. Siz kelishinglar bilan shu blok tushishi bilan biz sizlarga ma'lumot berishimiz kerak. Chunki qaysidir momentda bu sizlarning biznesinglarni to'xtatib qo'yishi mumkin va bu sizlarga xalaqit berishi mumkin. Siz biznesni rivojlantirishni o'rniga boshqa umuman biznesga tegishli bo'lmagan narsalar bilan shug'ullanishingiz kerak emas. Va bizning vazifamiz biznes uchun biznes o'ylamaydigan bankni yaratish. Biz 1 yil davomida shu maqsadga harakat qilyapmiz. Bizda hozir 30 mingtaga yaqin registratsiya o'tgan mijozlarimiz bor, bir nechta ming hisoblarimiz bor. Hamma hisoblarimiz onlayn ochiladi. Biz birinchi bo'lib digital onboarding boshlaganmiz, ECP kerak emas, hech qanaqa boshqa dokumentni fleshkalar hech narsa mumkin emas. Shunda agar kimdir qiziqsa, ilovani App Store, Play Marketlardan yuklab olsanglar, shunda agar direktor bo'lsanglar, registratsiyadan o'tishingiz mumkin, hisob ochishingiz mumkin. Hammasi onlayn. Hisoblarni onlayn boshqarish mumkin. Biznesdagi slaydlarda. Biznesingizda nima bo'layotganini hammasini onlayn boshqarishingiz mumkin. Hamma xizmatlari bo'lmasligi mumkin, lekin bizning bankimizga 1 yil bo'ldi. Biz hali ham rivojlanyapmiz. Biz ham hozir tadbirkorlik o'sish momentidamiz. Lekin hozir mana shu hamma ko'rgan hisoblaringlar hammasi onlayn ishlaydi. U degani, sizlar hech qaysi proses bo'yicha hech kimga telefon qilishingiz kerak emas, hech kimdan tekshirib ko'r, o'tkazib yuboringlar, dabro beringlar, odobrение beringlar deyishingiz kerak emas. Hozir bizda zarplatniy proyekt ishga tushirilmoqda. Birinchi mijozlarimiz bilan tekshirib ko'rganmiz, hozir kattaroq auditoriyaga chiqamiz bu proyekt bilan. Zarplatniy proyekt bilasizlar, u juda ko'p vedomostilar, agar yangi xodim bo'lsa, yarim kun bankda o'tkazib unga karta olish kerak, keyin bitta shotdan ikkinchisiga, ikkinchi shotdan kartochniy shotga ancha-muncha harakati bor. Bu yerda bitta Excel fayl olasizlar, hamma xodimlaringlar, ularning oyligi. Shu Excel faylni bizning sistemamizga kiritasizlar. Biz tekshiramiz, bu odamda karta bormi, yo'qmi. Agar bu salom kart bo'lsa, bizning TBC kartalarimiz bo'lsa, kartasi yo'q xodimlarni ko'rsatib beramiz. Sizlar ularga shu joyda karta zakaz qilib berishingiz mumkin. To'g'ri, bu odam o'zi registratsiyadan o'tishi kerak, chunki u uning shaxsiy kartasi. Shu kartasini biz ishxonasigami, uyigami dostavka qilib beramiz. Hammasi tekin, hammasi bepul. Hamma salom kartdagi bor privilegiyalarni shu kartadan olasizlar. Keyin shu
kim vedomostilarda bo'lsa, hamma salom kart ochgan mijozlar, xodimlaringlar oyligini olishadi. Bitta ham telefonsiz, bitta ham glavbuxni topinglar, начальник карточного отделga aytib qo'yinglar, iltimos qilinglar, undan hech narsasiz, hammasi onlayn o'tadi. Bizani vazifamiz bizani eslamaydigan bank bo'lish. Shuni harakatda ishlaymiz. Xuddi shunaqa kreditlar. Bizda kreditlarni onlayn olsa bo'ladi. Zayavkasini onlayn topshirasizlar, onlayn javobini olasizlar. Agar sizda keys qiyin bo'lsa, misol uchun yoki sizlarning strukturangiz boshqacha bo'lsa yoki summasi biza onlayn beradiganimizdan balandroq bo'lsa, u holatlarda offlayn bizning xodimlarimiz bilan ishlash mumkin. Xodimlarimiz boshqa yo'llarni ko'rsatib berishadi. Unda ozgina offlayn bo'ladi. Lekin bazasini hammasini onlayn yoki veb-saytda yoki ilova orqali juda oson va qulay qilsa bo'ladi. Yana bitta bizning mahsulotimiz, menimcha ko'pchilik bilsa kerak, bu PayMe. PayMe'ni o'zingiz ishlatadigan ilova sifatida balki kimdir bilar. PayMe to'lov qabul qilishga imkoniyat beradi. Ya'ni podключение qilasizlar, 1 soat ichida QR kod qilib beramiz sizlarga. Shu QR kod orqali to'lovlarni qabul qilishingiz mumkin. Bizning butun bazamizni sizlardan pul qabul qilish mumkin. Bills to'g'risida Rustam bizga aytib berganlar. Men Bills to'g'risida ko'p gapirmayman. Yana bitta bizning mahsulotimiz TBC nasiya. Agar bizga mijoz bo'lsanglar, biz sizlarga nasiya, sizlarning mijozlaringizga nasiya xizmatini ham taqdim qilishimiz mumkin. Demak, ular onlayn skoring o'tishadi va shu skoring kriteriylariga to'g'ri kelsa, biz qarzga pul berib turamiz. Ular shu pulga ko'proq sizlardan mahsulot xarid qilishadi. Uni sxemalari juda ko'p. Agar qiziqsanglar, menimcha bugun bu yerda bizning sales agentlarimiz bor. Nasiya hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, shunchaki oson ishlaydi. Bizda bilasiz, post nasiya bor. U magazinga kelib, magazindan nasiya olasizlar. Hozir PayMe ilovasida to'layotganingizda bo'lib to'lab olishingiz ham mumkin. U degani odam kassada turgan joyida shunchaki kattaroq narsa olaman, yo ko'proq narsa olaman, yo shu yetmaganini ham shu yerda to'lab yuboraman deyishi mumkin. Va u juda tez, juda qulay. Bizning hozir 100 minglab mijozlarimiz shu narsalar bilan foydalanishadi. Va shu hammasini bizning biznes hamkorlarimizga, biznes mijozlarimizga taqdim etamiz. Shunga e'tiboringiz uchun rahmat. Reklamna pauzamiz tugadi. Bizning vazifamiz sizlar o'ylamaydigan, lekin sizlarning vazifalarini hal qiladigan bank yaratish. Va shu yo'lda biz bilan birga bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Nodira Sultonxo'jayeva, kattakon rahmat. Shu ayol mana bugun sababchi desa ham bo'ladi-da Namanganga shu forumni tashkil qilinganimiz uchun. Rahmat sizga Nodiraxon. Savollar bo'lsa bemalol